Bilasizmi, odamlar planshet sotib olayotganda eng ko'p qayerda adashadi. Arzonga planshet olaman deb o'ziga va farzandiga zarar yetkazib qo'yishadi va boshqatdan yana sarf xarajat qilib boshqasini sotib olishadi. Aynan shu xatolar bo'lmasligi uchun men sizga ikkita planshet olib keldim. HonorPad X8B va HonorPad X9A. HonorPad X8B da birinchi qo'limizga ushlaganimizda ko'zimizga tashlangan narsa bu albatta uning ekrani. 11 dyumli ekran o'rnatilgan, IPS LCD 90 Hz ni qo'llab-quvvatlaydi va bunda boshqa planshetlarda yo'q narsa bor. Honor Full View Display texnologiyasi. Oddiy ko'k ranglarni filtr qiluvchi emas, bu texnologiya sizni ko'zingizni himoya qiluvchi aqlli texnologiya. HonorPad X9A planshetimizga qaraydigan bo'lsak, bu planshetimizda 11.5 dyumli ekran o'rnatilgan. HonorPad X8B ga qaraganda ozgina tezroq ishlaydi. Agarda farzandingiz planshetga juda ham yaqin o'tiradigan bo'lsa, bu bildirishnoma bildiradi. Ya'ni uzoqroq ushlagin deb, uzoqroq ushlagandan keyin yana ishini davom ettirsa bo'ladi. Bu juda ham ajoyib texnologiya, to'g'ri emasmi? Avtomobilda silkinayotgan paytda siz planshet yoki smartfonga qarab ketayotgan bo'lsangiz, ko'zingizga zarar yetadi. Bu sizni ogohlantiradi. Chunki silkinish paytida ko'zingiz bunga ko'p qarab turadigan bo'lsa, ko'zingiz og'rib qolishi mumkin. Ana endi audio haqida gapiradigan bo'lsak, bu planshetlarimizda 4 ta dinamika bor. Bunaqa narxdagi planshetlarda 4 ta dinamika bo'lmaydi, 2 ta bo'ladi. 4 ta bo'lsa ham sifatsiz bo'lishi mumkin, lekin bunda 4 ta stereo dinamika o'rnatilgan. Ikkala planshetimizda ham Snapdragon protsessor o'rnatilgan. HonorPad X8B da 680, bunda esa 685 Snapdragon o'rnatilgan. Sizga o'yin o'ynash uchun emas, albatta kundalik turmush tarzingizda kerak bo'ladigan planshetlar. Ushbu planshetlarimizda tezkor xotira 4 GB, asosiy xotira 128 GB li asosiy xotira bor. 256 GB lisi ham bor. Bunda parent control bor. Parent control nima qilib beradi desangiz, farzandingizni 18+ materiallar, har xil yomon materiallarni ko'rishni taqiqlab qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni siz farzandingizni nima ko'rishi yoki nima ko'rmasligini o'zingiz hal qilasiz degani. Va farzandingizni nima ko'rayotganidan ham ogohlanib tursangiz bo'ladi. Farzandingizning har bir qadami sizni nazoratingiz ostida bo'ladi. Ushbu planshetlarimizni batareyasi keladigan bo'lsak, HonorPad X8B da 10100 mAh, HonorPad X9A da esa 8300 mAh akkumulyator o'rnatilgan. Bu planshetlarning kamerasi haqida ko'p gapirib o'tirmayman, chunki siz buni kamera uchun olmayapsiz, kundalik ishlatishingiz uchun olyapsiz. X9A da 8 megapiksel asosiy kamera, X8B da esa 5 megapikselli asosiy kamera bor. Xullas o'rtoqlar, farzandim uchun planshet olmoqchiman, qayerdan olishni bilmayapman desanglar, ushbu planshetlarimizni Texnomart do'konlaridan xarid qilsangiz bo'ladi. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, hozirroq like bosing, izohlarda qanaqa planshet ishlatishingizni va nima uchun planshet olmoqchiligingizni yozib qoldiring. Hoziroq menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.